14. navbatlik Dünya Şarkı Türkistanlıqlar qarindoshlik uchrashishi 5. navbatlik Sharq Turkiston Milliy Birlik Shurasi yig'ini 2 oktyabr İstanbulda rasmiy boshlandi. Sharq Turkiston Muarif va hamkorlik jamiyati tarafidan har yili muntazam o'tkazilib kelayotgan qarindoshlik uchrashishi dunyoning har qaysi joylarida aktiv faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarimizning rahbarlari, olimlar, akademiklar, jamoat arboblari va ziyolilarning qatnashishi bilan yildan yilga yuqori saviyada davom qilmoqda. Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan bir paytda Turkiyaning tarixi eng uzun va eng chong futbol komandalaridan Beşiktaş bilan Fenerbahçe komandalarining musobaqada Xitoyning davlat bayramini tabriklashi norozilik qo'zg'adi. 10 ayning 2 kuni İstanbul Vodafone futbol sarayida o'tkazilgan Beşiktaş va Fenerbahçe musobaqasida Xitoycha va Turkcha Xitoy Xalq Cumhuriyatining qurilish kunini qizg'in tabriklaymiz degan lozungalar esildi. Sharq Türkistan'ın işgal günüde yüz bergen bu iş zor g'ulg'uli qo'zg'adi. Uyg'urlar va ularga ko'ngil bo'lib kelayotgan shaxs va tashkilotlar ijtimoiy taratqularda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti boshchiligida Turkiya va boshqa davlatlarning munosabatli dokladlarida o'tirg'i qo'yilgan bir ahvol ostida Beşiktaş va Fenerbahçe musobaqasida Xitoyning davlat bayramining tabriklanishini qattiq ayıplaymiz degan so'zlar bilan norozilik bildirdi. Amerika hukumati tarafidan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishda aktiv rol o'ynash bilan ayblanib embargo yurgizilgan Xitoyning Xinjiang ishlab chiqarish qurilish pinktuvani yaqinqi 10 yilda Uyg'ur elida 11 shahar, 63 bozor qurib bo'lgan. Rayon vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilarning aytishicha, bu Xitoyning rayondagi mazkur yerim qurolliq va yerim ishlab chiqarish apparatining rayonda qanchalik tez sur'atda kengayayotganligi, Uyg'ur avtonom rayoniga tavazzum Allah'ın iskenceге ilayotganligi va uning o'rnini egallayotganligini ko'rsatdi ekan. Kanada parlamentiga Uyg'ur musofirlari to'g'risida qaror loyihasi sunib, boshqa davlatlarda sargardon bo'lib yurgan Uyg'ur musofirlaridan oz deganda 10 ming kishini Kanadaga qabul qilishni talab qilgan Kanada parlament a'zosi Samir Zubari Kanada parlamentida axborot yig'ini o'tkazib, Kanada parlament a'zolarini uning sungan qaror loyihasini ma'qullashga chaqirgan. Kanadada hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasidan bo'lgan Samir Zubari 26 sentabr Kanada Memleketlik Musulmonlar Kengashining ijroiya direktori Stephen Brovin va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xti bilan birga o'tkazgan axborot yig'inida Kanadaning ilgari alohida ko'chmanlar programmasi orqali yazidlar, Suriyaliklar, Afg'onlar, Ukrain va Hong Kongliklarni elib kelganligi hamda Uyg'urlarni elib kelish kerakligini bildirgan. Hindiston Xitoyning yanfon ishlab chiqaruvchisi Xiaomi'ning bilim mulk huquqiga xilof holda chet el shirkatlariga qonunsiz pul yutkash qilmishi sababli 682 million dollarlik mol mulkni musodir qildi. Qarorda aytilishicha, Xiaomi o'zi ishlab chiqargan aqliy iqtidorli telefonda ishlatilgan o'zakning bilim mulk huquqi badaliga Amerika mikro o'zak ishlab chiqaruvchi Qualcomm'ga topshirgan pulni tashqi pervodni boshqarish qonuniga zid usulda yutkigan.